alaykum. Skinka bilet obunachilarim usullarimiz tayyor bo'ldi. Inshaalloh marg'ilon bo'ldi. O'zini baho beringlar. Xo'jasi inshaalloh chiroyli chiqdi. 16 ta bo'ldi bitta mahallaga. Aytishdi, mahallaga qo'yamiz deyishdi. Chiroyli saqa bering deyishdi. Men Peshinevska mahalla nomini yuz beraylikmi desa, yo shart emas, bizga gul tushirib bering deyishdi. Ko'rganda bizildamaydan qilib inshaalloh chiroyli qilib gullar tushirib berdi. Qanaqadir milliyligini bildiradigan qilib chiroyli qilib berdi. Yog'ochimizdan qarillaga 2.7-2.8 chiqadi. Ekamiz 6.2. Profillar, to'rga kerim profillar bo'lgan. Shuna xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqsa, chiroyli qilib sizlarga beradi. Profillar to'rga kerim bo'lgan. Yo'llar shunaqa garga bo'lib turgan. Garga bo'lib turgan. Oshqishasini kesib tashlaganmiz. Buni qilib chiqib qolardi-da. Oshqishasini kesib tashlaganmiz. Bunaqa chiqadi. So'rkalarni ham tindirib, ichidan to'ldirib so'rkalar qilib berganmiz buni. Shuni baho beraman. Inshaalloh shunaqa ishlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsangiz, ham chiroyli qilib beramiz. Temirli deraza, kachelalar, stollar ham bor. Buni komplekt holati ham bor. 8 kishida, 6 kishida, 10 kishligi bor. Bu ham narxini kelishgan holatda qilib beramiz. Buni razmeriga qarab narxni o'zi chiqib kelaveradi. Bulardan davomi ham bor. 16 deyishgan, 16 inshaalloh tayyor bo'ldi. Marg'ilonga mahallaga ishlatishadi inshaalloh, yaxshi kunlarda shunaqa issiq ishlab turadi, yaxshi kunlarda ishlatamiz deb turib bitta mahalla kelishgan holatda o'lishdi. Komplekt holatimizda nima qo'l qo'yadigan ruchkasi ham bo'lardi. Bunga ruchkasi shart emas deyishdi. Nimaga shart emas desak, buni bir-biriga juplashtirib ham ishlataveramiz. Mahallada, to'yda, boshqasida ishini tagiga qo'ysa, bir-biriga juplashtirsa, odam ko'p sig'adi mashina deyishdi. O'shanga qo'yini qo'yib bermasdan chiroyli qilib berdi. Rossiyskiy yog'ochlarda bo'lgan bo'lsa, reykalarni ham tindirib qilibdi. Lekin ham ikkisini sepganmiz. Chiroyli qilib. Mana shunaqa noshkalarni ham qo'qib berganmiz. Xonadonlarga mana purchatkani tegigan qo'qqanmiz. Mana sizga purchatka bo'lsa, ishqalab tashlamaslikka, boshqasiga qo'qib qo'yganmiz bularni. Murojaat uchun 94 461 5553 adres Namangan shahrida. Adashmaganda xohlasa sizlarga ham chiroyli qilib beramiz.